Fazliddin rassom bo'lgan. Qaysi asrda olingan? Noyabrda bo'lgan. Kitob o'qib sayohatni qo'lga kiriting. Aynan Uchko'prik tumani pedagoglari uchun ana shunday imkoniyat berildi. Ya'ni ta'lim va fan xodimlari kasb uyushmasi Uchko'prik tuman bo'linmasi tomonidan hududdagi boshlang'ich tashkilot raislari o'rtasida kasb uyushmalari bilimdoni, maktab o'qituvchilari o'rtasida esa kitobxon tanlovining tuman bosqichi bo'lib o'tdi. O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasb uyushmasi Farg'ona viloyati tashkiloti hamda maktabgacha va maktab ta'limi viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda mazkur tanlovni boshlaganmiz. Kasb uyushma raislarimizni bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularda joylardagi shu xodimlarimizni ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy himoyasini ta'minlashda ularni yana ham jonlantirish, munosib rag'batlantirishni maqsad qilib olganmiz. Aynan tumandagi ta'lim maskanlarida faoliyat yuritayotgan xodimlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish va ularni turli tanlovlarga jalb qilgan holda rag'batlantirishga qaratilgan tanlovda 57 nafar pedagoglar hamda 70 nafar boshlang'ich kasb uyushma tashkiloti raislari ishtirok etdilar. Tanlov juda ham ko'tarinki ruhda, qiziqarli bo'lib o'tyapti. Tanlovda kasb uyushma faoliyat tomonidan 50 ta savollarga 20 daqiqada javob berdik. Kitobxonlik bo'yicha 50 ta savollarga yana 20 daqiqada javob berdik. Hududdagi barcha maktablardan kelgan ishtirokchilar birlashib jamoa bo'lib qatnashgan tanlovda o'quv darsliklari, badiiy va siyosiy adabiyotlardan tuzilgan savollarga javoblarni belgilash uchun qatnashchilarga 20 daqiqadan vaqt berildi. Sog'lom raqobat asosida qiziqarli va o'zgacha shuhda davom etgan tanlov yakuniga ko'ra esa g'olib jamoalar aniqlandi. Natijalarga ko'ra 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali diplomni qo'lga kiritgan 3 ta guruhning 35 nafar ishtirokchilariga ta'lim va fan xodimlari kasb uyushmasi Uchko'prik tuman bo'limi tomonidan kitoblar jamlanmasi topshirildi. Tanlovda faxrli 1-chi o'rinni egallagan jamoa vakillari esa 1 kunlik ichki turizm uchun bepul yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Biz mana shu sertifikatni jamoamiz bilan birgalikda 10 kishi qo'lga kiritdik hamda bir kunni rejalashtirib, albatta biz O'zbekistonning eng so'lim go'shalarini sayohatga chiqib, marqib dam olish niyatimiz bor. Feruza Jumaboyeva, Furqat Mullayev, Vaqt informatsion dasturi uchun.